O'riqlagan vaqtda ig'irliqni tez suratga tushirib, keyindan boshi bo'lib texmi jixiyab fantan bo'lib samirib ketganlar bormi? Sizlar bu dunyodagi eng irodali kishilar. Kallangizda o'tmaslik mumkin, ma'lum. Mening irodam bo'shib ketdi, shuningdek jixiyab samirib oldim. Siz meni irodalik deyapsiz-ku deysiz, Siz eng irodalik nimishqa men sababini hozir deb beraman. Qancha kilodan qancha kilogacha qancha kunda o'riqlab bo'ldingiz? Keyinda yana necha vaqtda boshi bo'lib samirib ketdingiz, inkas rayoniga yozib qo'ying. Boshqalar o'riqlab bo'lgandan keyin boshi bo'lmay ig'irlikni yana kontrol qilishlik sabab ular sizga o'xshash pek kuchiyatmidi, ular sizga o'xshash irodali bo'lib ketmidi, faqat ilmiy usulda o'riqildi. Sizningki shuncha irodalik turib, shuncha tirishchan, shuncha jabog'a bardosh bera oladigan turib, eng oxirgi natijada shularga uttirib qo'yishlik sabab, yana qayta samirib ketishinglik sabab nima? Beklanma suratni qo'llashib turib oldingiz. Surat va qaynoq hissiyat degan gap bor-ku. Bu o'riqlashda qaynoq hissiyatning lozimi yo'q. Buningda turaqliq bo'lgan ruhiy kayfiyat lozim. Agar men o'riqlab bo'lgandan keyin qayta samirib ketkim yo'q, men o'riq badanni uzoq vaqt saqlab turaychi desangiz, men sizga o'g'itay. Men filmni bir tal yurak berib saqlayman, Birinchisi, suratni qo'g'lashmang. Hepsiga 1% dan 2% gacha ig'irligingiz tushsa bo'ldi. Uningdan tez tushib ketdi, keyinida oshib ig'irlikni kontrol qila olmaylam qiynalib ketasiz. Ikkinchisi, asos ochliqni cho'qim yeng. Ya'ni siz jixiyab samirib ketgan shu ungirish tomoqlarini cho'qim yeng. Bir vaqt tomoqqa hech bo'lmadi deganda bir mushtumni o'rlashtiring. Mayli ximir bo'lsin, mayli mifam bo'lsin, mayli boshqa narsalar bo'lsin. Hech nima bo'lmaydi, bir odamning bir vaqt tomoqda bir mushtum, bir pishqan mifan ya pishqan bir ochliq yegizak bir salohiyati bor. Siz qo'rqmay yeyavering, yana o'riqlay olasiz. Üçüncüsü çoxum özünüzü bir mübareklep, neçə gündə bir qo'saqlarınız, ba'zi bir yoqtiradigan tamoqlaringizni seg'inib ketsa, shuni bir qatim yeb, aduqingizni bir chiqarib eling. Bu degan uzun so'zilgan musofa, unda bir g'ayratli bo'lib ketishning hojati yo'q. Sal ko'nglingizni echib olsangiz, keyinda texim uzun davomlashtira olasiz. To'rtinchi, tamoq odatingiz o'zingizning burungi tamoq odatiga yaqinlashsin. Yine o'xshashlam shu tuz, dori-darmonlarni, maylarni ishiltib bir vaqt tamoqni iting, ammo burunga qaraganda jiq ishiltib etmang. Hargiz suvda pishirib yeydigan, to'qning mayda go'shtini yeydigan, mendaq kunlik turmushda halqib ketgan suvlarni qo'llanmang, uzunga bardosh beramaysiz. Mush 4 ishga diqqat qilsangizlar, boshi bo'lib qayta fanta bo'lib ketmaysiz. Bir g'ayrat qiling.